qimmatbaho nima bor deysiz o'zingizga yaqin orada? Qimmat. Juda ko'p narsa, lekinchi bu narsani aytishsa birov kim ichidan anaqa bo'lmasin. O'zini pasarab qilgan odam baribir narsalar oladi, narsa qiladi. O'zi narsa qiladi. Olmayman degan narsangizni ham olarasizmi? Olaman. Nima aytaman? Misol uchun ma'mun oldim ko'p maqtanib qo'ymaylik-ku. Lekin hamma ham qanday solib turadi o'zi uchun. To'g'ri. Men ham shunaqaman. Shunaqamiz. Gap qilish emas. To'xtang endi, sizga hadiyam bor. Hadiyam qolib ketdi-ku. Mana zonlarsiz bilasizmi? Reklama qilyapmizmi? Direy-direymi? Ekodran. Ekodran. Bu bilasizmi? Yugurganlaringizda, sportlar qilganingizda, ashula aytganlaringiz terlab ketasiz, ana o'shanda bu yugurib keladi. O'zimiz bilmasa reklama qilib yubordik. Sizga xizmat qiladi. Siz xalqimizga xizmat qilyapsiz-ku. Direy kelmaga shunaqa reklama qilib ber desa, qancha berasan? Saraz puldan gapirardim. Hozir ikki reklama bo'lib ketdi hozir. O'zim bilmagan holda. Siz bot marketing. Lekin marketing uchun gap bo'lishi mumkin emas. Chotki marketing qildinglar debchini. Shunday olib kelib qo'yib, siz xalqqa xizmat qilasiz-ku. Bu ham sizga xizmat qiladi. Mana mashina qanaqa sizga xizmat qiladi? U yoqqa boradi, uy olasiz, uy sizga pulni berib qo'ya qolinglar, reklama. Bu ham sizga pul vaqt olib keladilar-ku, pul so'rayaptilarni. Bu sizga hadiyamiz o'zi. Hadiyani qarang. Hadiyani udariga qarang. Direy tekinga reklama qildim, bila olinglar. Aytib qo'yaman tekinga. Agar o'zim chiqganda tekinga reklama qilmasdim. Hayotda tekinga reklama qilmasdim.